Assalomu alaykum hammaga. Hozirgi tushuntirib bermoqchi bo'lgan mahsulotim Vision Support поддержка зрения. Bugungi kunda hammamiz telefonda ko'p o'tiramiz, kompyuterlarda juda ham faol ishlaymiz, telefonlarda, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lganligimiz sababli ko'z nurining pasayishi, ko'zda og'riq, qizarish va hokazo bir qancha muammolar bugungi kunda 7 yoshdan tortib 70 yoshgacha bo'lgan har bitta insonda mavjud. Mana shunday muammolarni oson va sog'lom mahsulot bilan tabiiy organik mahsulot bilan hal qilish aynan Faberlic kompaniyasini поддержка зрения Vision Support mahsuloti bilan bo'ladi. Artikul raqami 15835. O'zim iste'mol qilgan klient sifatida живой отзыв bermoqchiman. Bu ikkita idishda mana ozgina qolgan. O'zim iste'mol qilayotganim. Buni o'sha ichib ketganman. Mana shu upakovkada 60 ta dona bor qadog'ida va ikkita kapsuladan bir mahal iste'mol qilinadi. Tarkibida golubika ekstrakti, vitamin A va ginko belova hamda qora murch bor. Bu mahsulot amerikanskiy bat, amerikanskiy texnologiya asosida ishlab chiqarilgan, insonlarning oziq-ovqatlariga qo'shimcha bo'lgan mahsulot. Birinchi o'rinda ko'zda nurni